Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar? Endi gektar joylar kerak emas. Uylarimiz o'zi bir xonasi gektarda pulni topishdi. O'ta oson, o'ta biznesmenlarga zo'r yo'lini topib berdik. Kelaverasizlar. Bu qo'ziqorin biznes bo'ladi. Bu o'talik ideal shirin hid chiqararkan o'zida. Ajoyib shirin hid chiqaryapti haqiqatdan. Bu endi biz hali boshlanishiga bitta nima deydi? Kamroq ko'p qilsalaring, qancha ko'p qilsalaring o'shuncha foyda mana. Bu 3 kunda turganlarni o'zi chiqaverar ekan, 20 kunda kechib olishar ekan. ajoyib chiroyli, ha? 20 kunda kesib suvdan aya qilaverasizlar. Kimga qiziq bo'lsa, kommentariyaga yozib, Telegramda kanalimizga kirsalaring, hamma sir-asrorlarni o'rgatamiz, xudo xolasa. Sizlarga endi manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Oson pul topish o'taveramiz. Hali uyda o'tirib qolmasdan mana ishlarni biznes qilsalaring bo'laveradi. Endi hozir bir svet yoqdik. Bir yorug'likda hammasini ko'rsatib o'tishlar, o'ta ajoyib narsa ekan. Bitta aka ko'rsatib yuborasiz endi chiroyli qilib obunachilarimizga. Bularni ham o'ta bejirim. Hidiga men maza qilyapman. Bu ajoyib neobычный hid ekan bu. Mana birortani so'lib qo'ygan yo sarg'ayib qolgan joylari yo'q. Hozir buni kattasini erta uzishaveradi, to'g'rimi? Ha, o'sha mana 20 kundan keyin uzasizlar, uje daromad bor qo'llaringda. Hali bekorchidan xudo bezor deydi-ku. To'ppa-to'g'ri. O'shanaqa. Mana ba'zilarini ko'rsatib o'tib, ba'zilari mana. Ularni erta kesishga mana o'zi mevasini olishyapti, to'g'risi. Ko'rasizlar. Mana fasllarni qarang ekan. Biz domda yashaymiz. Domda yashaydigan odamga вообще zo'r narsa ekan-da, variant. Bag'da katta ekan. Bag'da qo'yishgan, xudo xolasa. Endi ayga kirib ko'rsata olmadik. Bemalol Akamiz 5 millionlik olib kelgan ekanlar. Mana bu yerda issiqlik, harorat. Harorati mana sovuqligi, issiqligi mana. Ko'raverasiz mana 609, 703. Bu ham hech qancha olmasa kerak. Hech qancha bo'lmaydi ekan mana. Xullas, bu biznesni boshlagani katta pul kerak emas, to'g'rimi? Yo'q, katta pul kerak emas. Endi hali cho'ntakka qarab, chiroyli qilib qilaverasiz. Kamida bir 700 ming bilan boshlasa bo'ladi. Bo'ladi, bemalol aka. Kichkina 2 metr joy. 700 ming mana shu ikkosini bemalol qilsa bo'ladi, xudo xolasa. Barda endi katta joy 5 millionga o'ygan ekan. Katta joy. Endi padvallar mana domda yashaydigan akalarimizga padvallar, shunaqalar o'ta tushadi. 700 ming olib kelib qo'yib, yoqsa bitta xonani qilib ko'paytirib yuraverasiz. Bunga xo'p, egalari endi videoga tushishga kelmadilar. Mayli. Bunga endi nima desam bo'ladi? Issiqlik kerak emas ekan. Faqat bitta qorong'u joy bo'lsa, zo'r chiqaverar ekan. Mana o'zingiz ham ko'rdingiz mana. Hozir bunga suv ham quyib turiladimi? Ha, orada suv ham quyib turiladi. Endi kimga qiziq bo'lsa, kommentariyaga kirib, plyus belgisini qoldirsalaring, o'zimiz aloqaga chiqib, kimga kerak bo'lsa Telegram kanalimizga o'tsalaring, zo'r qilib tushuntirib, sir-asrorlarni o'rgatamiz. Hozir endi tushuntirganim bilan hozir hali bir xillar tushunmay qolishi mumkin. Shuning uchun o'zimiz chiroyli qilib tushuntiramiz. Sizlarga manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Kimga kerak bo'lsa, o'sha Telegram kanalimizga o'taverasizlar. Bitta o'zi ko'rsatib olsangiz, men hamma yo'qlarini. Boshqacha navash kelar bular. Bular boshqacha. Sho'rligini qaranglar bular. Hali domda qilamiz deganlar uchun ham hali hidi keladi, chirib ketadi, zaklab ketadi. Unaqa narsa yo'q aka. Hamma yo'q, hidlari ham boshqacha. Hozir o'ta go'zal. Bu xona qanday? Katta joy bo'lishi shart emas ekan-da. Mana 5 metrga 2,5 shekilli. Bu oldi endi hali yer uy bo'lgan, oshxonacha. Bu oddiy kichkina xonacha. Akamiz oshxonalar. Ko'rsatib aytganman, mana shunaqa qilib qo'yib qo'ysalar, o'zi suvni sepib turaveradi. Uzun qilib qo'yishgan akalarimiz mana. Mana shunaqa qilib chiroyli qilib qo'yib qo'ysalaring, u hali santexnik ham kerak emas. Yani oddiy, bu ham pul topishning bir oson yo'li. Hozir shunaqa holatda kesib olsa bo'ladi-da, to'g'rimi? Shunaqa holatda kesib, keyin buni hali achib qoladi, sotolmay qolaman degan narsa bo'lmaydi. Buni bozorga olib borsalar, o'zlari talaban qilib yuborishar ekan. Endi
Kezasizlar 3 kun chiqadi, 20 kunda kesib olsalaring zo'r. Endi boshlanishga, endi agar yoqsa, boshlanishga bir ozgina qilib ko'rasizlar. Yoqsa uzoqlashtirib boshda birinchi akamiz mana shu ikkosini o'zini qilganlar. Keyin ba'dilari zo'r foyda kelgan, ba'dilari foyda. Hozir men ham qiziqib qoldim-ku bu Sarvar bey. O'zimiz ham qilamiz shekilli. O'zimiz ham shu biznesni qilamiz. Xudo sizlarga manfaatli bo'ladigan umiddamiz. Ham reklama uchun, ham o'zimizga O'zimiz uchun foydali narsa-da endi. noldan qilib ko'rsatamiz, xudo xolasa bir Xudo xolasa. ko'rib baho beraverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, biz bilan qolinglar.